O'rtoqlar, bolaligimda Bekzod Muhammadkarimov obrazlarini, ovozlarini eshitib katta bo'lganman-da. Lekin hech ham xayolim kelmagan bitta studiyada yonma-yon o'tirib, Instagram uchun yoki o'zimni blogim uchun video olaman, kontent olaman deb. Nima demoqchiman? Ko'pchilik o'sha yozyapsizlar. Hammanglarga rahmat. Eng muhimi odam o'ziga ishonishi kerak. Ko'pchilik ustoz mana shu blogni boshlaganimdan keyin dublyaj aktyori bo'lmoqchiman. Nima qilay deydi-da. Sizni ovozingizni, sizni o'zingizni hamma yaxshi ko'radi. Rahmat. Shuning uchun bitta tavsiya bering. Shu originalni yaxshi ko'radiganlar bor bizning kontent. Yo, endi hozir shu mana Zo'r TVdagi rejissyor bolalarimiz shu maktab ochishgan. Dublyaj maktabini. O'sha Zo'r TVni dublyaj rejissyorlari. Hozir shu oti esimdan chiqib qoldi. Keyingi safarga aniq bilib beraman. Ular ham o'rgatishadi, nazariy jihatdan ham qolaversa o'sha Zo'r TVni o'zida tajriba ham, amaliyot ham o'tiriladi. O'sha o'zligini studiyalari bor. O'sha studiyalarda amaliyot o'tirishadi. Menga endi ko'pincha meni shogirdlikka oling deb kelib qolishadi. Men o'zim chaqirilgan joyga boradigan odamman-da. Buni amaliyotda o'rgatmasa bo'lmaydi. Qiyin. Shuning uchun men endi har xil studiyalarga chaqirsa o'sha kanallarga boraman. O'sha kanallarga borib ishlayman. Endi u kanallarga, masalan, yoki televideniyaga. Televideniyada mana o'zing bilasan, televideniyada ishlaydigan odam kirib chiqishi o'zi juda bir masala, og'ir masala. O'shaning uchun men nima qila olmayman, shu rejissyorlar bevosita o'zi shu o'zini o'sha studiyasiga chaqirib, kerak bo'lsa o'sha kanallarida spiskalariga yozdirib qo'yadi, boshqa qiladi. Keyin mana aynan mana shu Zo'r TV o'sha Nuriddin boshchiligida maktab ochilgan. O'sha yerda ham o'rgatishadi, ham o'zligini qo'l ostida o'sha tajribalarni ham o'tkazish, amaliyotni bajarish ham o'zligini qo'lida. Men shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Bekzod aka, kitob o'qish muhim-a? Endi albatta. Kitob o'qish hammaga o'zi kerak narsa, lekin dublyaj aktyori ham kitobni o'qib, dublyaj aktyori endi yana ovoz chiqarib o'qish ham kerak. Shunday ichida o'qish emas. Misol uchun boshqalar ichida o'qishi mumkin, lekin dublyaj aktyori o'sha tilni nutqni rivojlantiraman deydigan bo'lsa, uni aynan ovoz chiqarib o'qish kerak. Ovoz chiqarib o'sha kitobdagi o'sha personajlarni bir-biridan ajratib, obrazlarni xullas, iloji bo'lsa qancha ko'p til bilsa shuncha yaxshi. Misol uchun chet el so'zlari kelib qoladi, uni toza ijro etilmasa, o'sha chet ellik filmi bo'lgandan keyin o'sha chet ellik ruhiyati his qilinib turish kerak-da. Chet el bo'lib keyin endi bizada g'irt o'zbekcha bo'lib ketib qolsa ham bo'lmaydi hali. Shevanada yana uni ustiga. Ja bo'lmasa o'sha Max degan ism bo'lsa, Makes deyish kerak emas. James bo'ladigan bo'lsa, James deyish kerak emas-da. Coca-Cola bo'ladigan bo'lsa, Cola deyish kerak emas-da. O'sha nima deydi? Qancha ko'p tilni bilsa shuncha yaxshi. Rus tilini o'rganishga bizda imkoniyat juda ko'p. Hamma radio kanallarimiz ham, televideniya ham, maktabda ham, qo'shni atrofda ham rus tilida, rusiy zabonlar ko'p. Misol uchun ingliz tiliga endi borib o'rganish kerak qat'iyatdir. Deyman, aytmoqchi bo'lganimki, rus tili bemalol o'rganish mumkin. Rus tilini o'rganganimiz biz misol uchun bizani avlod ikki tilli bizada, bizani avlod ikki tilli. Hozirgi yoshlar rus tilini bilishmaydi. Bizning paytda endi ham majburiy ham edi. U narsaga keyin rus tilini bilmasak, ishimiz ham bitta qolmas edi-da. Bemalol ishlarimizni bitirib yurishimiz uchun rus tili kerak edi. Uni hozir ham muhim. Butun SSR bo'yicha yurardik. O'shaning uchun lekin hali ham bo'lsa rus tilini yaxshi o'rganishga bemalol imkoniyatlar bor. Ingliz tiliga endi yoki fransuz tili, ingliz tili, ya'ni bitta ingliz tilini ham bilib qo'yilsa yomon bo'lmaydi. Hozir yoshlarimiz vaqti bor, imkoniyatlar hozir bizga paytda yo'q edi bunaqa. Har qadamingizda o'quv markazlari tillar bo'yicha har qadamda borsa bo'ldi. Bizda yo'q edi o'sha narsa. Boradigan joyi o'zi yo'q edi, o'rganadigan joyi o'zi yo'q edi. Keyin zarurat ham yo'q ediki,
bizaga shu rus tili anaqa dunyo tili bo'ladi deb o'rgatishardi. Keyin bu yerda endi chet eldan keladigan turist degan narsani o'zi bo'lmasdi. Bizani chet elga chiqishimiz hozir bir oyga chiqib kelish deya gap edi, misol uchun. Anaqa ushalmas orzulik darajasi, misol uchun. Hech qachon chet elga biz chiqmaymiz ham, u chet ellik ham kelmaydi, chet ellik turistlar ham bo'lmasdi bu yerda. O'shanga. Umringiz uzoq bo'lsin. Xullas men anaqa Kitob o'qish kerak, ovoz til chiqarib o'rganish o'qish kerak, ko'p tillarni yaxshi bilish kerak. Rahmat ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Samimiy insonlar. Men bugun birinchi marta ko'rishdim Begzod aka bilan, lekin samimiyliklarini o'zingizlar ko'rdinglar. Ustoz rahmat. Xo'p, Rahmat. O'rtoqlar, hozir sizlarga originalini ko'rsataman. Originali. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Rahmat ustoz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ehtirom Sulton Abdulhamidxon. Eng mashhur jumlalar. Originalini ko'rsataman. Bir Ramazonda sersuv tarvuzni sog'inib qolasan. Bir Ramazonda esa qishning holvasini. Siz bugun nimani sog'indingiz? Men bugun faqat Ramazonni sog'inibman. Sizchi Ramazonni sog'indingizmi?